biror to'yga bostirib kirgan. Ertaga hali gap so'z ham tarqab ketsa kerak. Sardor Rahmon to'yga qaytdi deb bunaqa kontent hal bo'lmagan. Albatta oxirigacha ko'ring. Biz hozir Andijondamiz, Asakadamiz azizlar. 5 ta yetim farzandi bilan juda ham og'ir sharoitlarda yashab kelayotgan, birovlarning idish-tovoqlarini yuvib, bolalarni boqayotgan onani oldiga, yetim farzandlarimiz oldiga ziyoratga kelganmiz. Ularga tayyorlab qo'ygan juda ajoyib hadyamiz bor. Bunaqa kontent hal bo'lmagan. Albatta oxirigacha ko'ring. Juda ham emotsiyalarga boy bo'ladi. Ketdik qani. Umumiy uylarda mana bu oshxona, hamma foydalanadigan oshxona. 100 taga yaqin oila shu yerda ovqat tayyorlaydi. Gostinsiyaga o'xshaydi, lekin gostinsiya emas-da bu. Assalomu alaykum. Havadan nima so'raysiz? Ha? Toycham. Qaysi bir gapga usta? Barcha manonimiz usta. Mashalloh. Otingiz nima edi? Rahmatulloh. Rahmatulloh. Rahmatulloh, siz Allohdan nima so'raysiz? Nima isteklaringiz bor? O'zimizda uyimiz bo'lsa endi oshxona bo'lsa o'zimiz uyda yashaylik keladi. Akfa sexga chiqadigan shumi? 13 yosh. Mana 13 yosh bola akfa sexga chiqib ish o'rganyapti. To'plagan pullari ham turibdi bankaga uy olamiz deb. Voy mashalloh. Ancha yig'ib qo'yibsiz-ku. Subhanalloh mana. Qarang, o'zlaridan orttirib pul yig'yapti bolalarimiz. O'zlari bo'lmasa muhtoj. O'zi 15 mingga ishlashan kuniga akfada. Mashalloh. Men maktabga pul bersam, ashuni ishlatishmay shunaqa qilib to'plashim. Alloh rozi bo'lsin bolam. Mana shu hozir kirib kelyapmiz koridorda ham birinchi etaj, ikkinchi etaj, uchinchi etaj, hammalari hech bulardan kam bo'lmagan oilalarda. Lekin biz ming afsuski bitta oilaga hozircha imkoniyatimiz bor. Bitta oilaga kiryapmiz. Qolganlarning ko'zlariga mo'ltillab, uyalib qarab ketdim-da men hozir. G'alati bo'ldim. Hammalari intizor qarab turishdi. Meni xonadonimga, meni uyimga kirarmikin degan umid bilan qarab turishgan edi. Tushunyapsizmi? Bir tasavvur qiling shuni holatni. Bir shu holatga o'zingizni qo'yib ko'ring. Tushunyapsizmi? Endi bularning oldilariga kelganda uyala olgan. Nimaga endi shularni bila turib uyimizda uyalmayapmiz? Ortiqchalarni yeb, ortiqchalarni kiyib, ortiqchalarni minib